Alvarez seriali davom etadi. 125-qismga kelib, Barselona Alvarez uchun Atletico Madridga 120 million yevro atrofida pul mukofotini taqdim etishga tayyor va bu transfer hal bo'lishi kutilyapti. Bu narsani biz Telegram kanaliga tashab qo'ydik. Profil ustiga bosganingizda bioda silka bor va shundan ko'rib olsanglar bo'ladi. Barselona Alvarezni olayotganligi haqida transferlar agarda bo'ladigan bo'lsa, tezda Telegram kanalimizga xabarlar tashab turibdi. Shuning uchun Telegramga o'tib olamiz. Agarda Alvarez bundan keyin ham Barselonaga kelmasa, bilmadim to'g'risi. 125 million yevroga kelmagan futbolchini Atletico bunga ham tayyor emas. Hali Alvarezga 500 million yevro beramiz desa, biz ham Atletico Madrid kommentariyasiga o'rta qo'limizni stikerlarni tashab qo'ysak bo'ladi. Shuning uchun Alvarezda hozir Telegram kanaliga o'tib, agar rasman aniqlansa, agar olsa here we go deymiz, agar olmasa Atletico Madridning kommentariyasiga o'rta qo'l barmog'ini tashab qo'yamiz.